Leksiyemizi devamlaştırımız hürmetlik vatandaş bugün çislak işkimenci görmeyeceğiz. 5. ayının 30. günü heptiki şembe. Yukarıda tedbirler de toxtuduk, endi devamı. Hong Kongluqlar uzundan beri pəxirnib kelgen Şangay'ın Hong Kong'un ordunu acizlaştırdı. Yukarı tedbirler. Bu Şangaylıqlar üçün, Jungo halkı üçün ve bütün dünya halkı üçün bir tragedidir. Jungo devletinin bir xatarligini qoğdayımız dedi. Belki paket şu ki Şangay bundan burun bir erkek, bir xatar, güllengen bir cemiyet idi. Jungo'nun kararı bu barlıqda buzub etdi. O yani Jungo tacavuz kılgıcı karakterlik devlet bir xatarlik organlarının küçüne burun erkillikle korgunu hesaplangan bir joyga evetdi. Yani Hong Kong'a evetdi. Jungo'nun yakından berki daxlataruz qilish hareketleri onun üstüge. Onun yani Jungo'nun erkillikle terakkiyatıga yetkizgen ziyon zahmetleri Şangay'ın Hong Kong'un emdi avtonomiyadan to'liq bahramand bo'lish ve Hong Kong Jungo qaytirib berilgandan keyin bizning yani Amerika'nın Şangay'ga Hong Kong'a imtiyoz pozitsiyamizni berib bundan bahramand bo'la olmaydiganligini oshkorlab berdi. Jungo bir devletde bir xil tuzum shaklini burun va'da bergan bir devletde ish xil tuzum loyihasini o'rniga dashat. Şunlaşqıman ma'muriy doiradagi Şangay Hong Kong'a berilgan o'xshash bo'lmagan imtiyozli o'rin. Siyosatda kechirim qilish tartiblarini bekor qilish to'g'risida ko'rsatma berdim. Men bugun shundoq e'lon qilamanki, bu biz bilan Şangayning bir qator kelishimlariga bizning o'tkazib berish shartnomalaridan tortib, bizning qo'sh taraflik ishlatishga bo'ladigan texnikalarimizni eksport qilg'icha va kaza mustashnosiz ta'sirga uchraydi. Biz Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining Şangayni Hong Kong'ni sayohat qilish o'gitishlarini o'zgartmoqchi bo'lganligini Jungo bexatarlik organlarining jazolashiga, nazorat qilishiga uchrashdagi xatarni aks ettirib berdi. Biz endi harakat qo'llanib, Şangayning Hong Kong'ning Jungo'ning boshqa joylaridan farqlanadigan yakka tomoshabinchi rayoni va sayohat rayoni ishkanligi bo'yicha e'tibor berish siyosatlarimizni bekor qilamiz. Amerika yana bevosita vositalar qoldi. Şangay Hong Kong avtonomiyasiga daxl-taruz qilgan Junhua Xalq Cumhuriyeti ve Şangay Hong Kong amaldorlariga zaruriy tadbir qo'llanadi. Ko'rib beqinglar. Ular Şangayning Hong Kong'ning erkinligini bo'g'ib tashladi. O'zil-kesil bo'g'ib tashladi. Bizning harakatimiz kuchli bo'ladi. Bizning harakatimiz ahamiyatli bo'ladi. Demek Prezident Trump kelgusida qilgan harakat to'g'risida to'xtalib nima deydi? Bizning harakatimiz kuchli bo'ladi. Bizning harakatimiz ahamiyatli bo'ladi. 20 yillardan beri kechiringlar. 1997 yilning bir yomg'irli kechasi Angliya askarlari Angliyaning davlat bayrog'ini tushirdi. Jungo'ning askarlari Jungo'ning qizil bayrog'ini chiqargan edi. Şangay Hong Kong xalqi bo'lsa, shu vaqtda o'zlarining an'anasi va Şangaylik Hong Konglik salohiyati bilan faxrlangan edi. Şangay Hong Kong xalqi keyingi uzoq yillarda Jungo o'zgarib, bizning nur yig'ib turgan hayotlik kuchi urg'ib turgan Şangay Hong Kong shahrining hayotidek bir hayotga izlanishini
ümit qilgan edi. Xuşal bo'lib, hayajonlanib, Şanganglıqlar, Hong Kongluqlar Jungoning kelgusini ko'rib yetgandek bo'lgan edi. Şangangning Jungoning o'tmishiga o'xshash bo'lib qilishini hech qachon o'ylamagan edi. Men her bir türlü kararımda, men davamlı faxrlangan holda Amerika Qo'shma Shtatlari ishchilarini, oila va grajdanlarini qo'g'dayman. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump.